Xiyonat qilgan erkak yokida ayol bilan yashab bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Yashaganlar ham bor, ko'p. Yaxshi ko'rgandan yashaydi. Bolalari uchun yashaydi. Ota-onasi uchun yashaydi. O'zi shuni qabul qilgani uchun, o'zini kamchiliklarini bilgani uchun yashaydi. Muammolari bo'ladi. Shuning uchun yashaydi. Yoki butun mol-mulkini xotinining nomiga o'tkazib qo'ygan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Haqqi bo'ladi yashaydi. Agar kechira olsa, yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Kechira olmasa, toksichniy munosabatda yuraveradi bir-biriga. Xalq uchun zo'r oila deb ko'rsatib yuraverishadi birga. To'y hashamlarda, tug'ilgan kunlarda dadasi, oyisi qilib bir-biriga zo'r gaplashib yuraveradi. Lekin o'zligi qolganda bir-birini ochishga o'qi yo'q, miltig'i yo'q, urushga ketmoni yo'q deydi-yu. Mana shunaqa. Toksichniy munosabat qiladi. Lekin u toksichniy munosabati tushunmaydiki, to'g'ri xalq uchun, el uchun bular zo'r bolalarga ta'sir qilayotganini tushunmaydi. O'ziga mumkin mayli, o'zi sog'lig'i bilan o'zi toksichniy munosabat qiladiganlar albatta psixikasida, asab sistemasida muammo paydo bo'ladi, sog'lig'ida muammo paydo bo'ladi. Ularni gapirmasa ham bo'ladi. Lekin farzandlarida og'ir kechadi bu holat. Farzandlari ruhiy travmalar bilan katta bo'ladi. Chunki ota-onasi bir-biri bilan juda yomon dushmandek munosabatligini ko'rib katta bo'ladi. Bu og'ir farzandlar uchun. Bolalar uchun og'ir bu. Chunki ikkalovini yaxshi ko'radi. To'g'ri, yomon bo'lishi mumkin, lekin yaxshi ota bo'lishi mumkin. Yomon xotin va kelin bo'lishi mumkin, lekin yaxshi ona bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda bolalar uchun ota-ona har doim suyukli va sevimli inson bo'lib qoladi.